بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Ana birodarlar, halol savdo, rizq, baraka haqida katta dars boshlaganmiz. Baraka haqida mana bugun 4-darsimiz. Bu darslarni boshlayotganimizda niyat qilganmiz. Baraka nima degan savol berilganda, bizda ana shu savollarga yetarli javob bo'lsin. Baraka nima ekanligini tushunib olaylik degan narsani oldiga maqsad qilib qo'yganmiz. Rizq quvish kerak emas. Rizq yozilgan. Rizqqa sabab bo'ladigan mehnatni qilamiz, biz baraka qidirishimiz kerak. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Bir narsaki uni ustida ilohiy xayriyat davomiy turadi. Qaysi narsa Allohning toatiga sarflanayotgan bo'lsa, demak shu narsa barakali. Puliz Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflanyaptimi? Demak pulingizda baraka bor. Vaqtingiz Alloh rozi bo'lgan ishlarga ketyaptimi? Demak barakali. Umringiz Allohni rozi qiladigan ishga sarflanyaptimi? Demak umringiz barakali. Muhammad alayhisolatu vassalam va u zotning sahobalari eng taqvodor insonlar bo'lishgan. Ana shu taqvo sabablarini qoyim qilishida eng peshqadam inson bo'lishgan. Shuning uchun ularda hamma yo'q barakali bo'lgan. Umri ham, puli ham, vaqti ham, sog'ligi ham. Barakali inson qanaqa bo'ladi u? U shunaqa odamki, qayerda bo'lsa ham u undan foydalaniladi. Barakali odam qayerda bo'lsa atrofidagilarga foydasi tegadi. Endi inson taqvosi kuchaygan sari, Allohga yaqin bo'lgan sari barakasi ham ziyoda bo'lib boradi. Vaqtiga, umriga baraka kiradi. Qisqagina vaqtda ko'p ishlarga yo'laydi, ozgina mablag'i bilan katta amallarni qilishga muvaffaq bo'ladi. Barakali kishi qanaqa bo'ladi? Barakali kishining suhbati ham barakali bo'ladi. Eng barakali inson bu ilmli inson. Hadisda aytiladi-ku, katta hadis, farishtalar bu odamlar haqida Allohga hisob berganda Alloh ularni hammasini gunohini kechirganligini aytadi. Ilm majlisi niyatida kelganlarni. Shunda farishtalar Parvardigor, mana banda ilm majlisi deb kelgani yo'q. Bir ishi bilan keldi. Uni ham kechira olasanmi deganida Alloh taolo aytdi, u majlis, ilm majlisi shunday majliski, u yerda o'tirgan odamlar shunday odamlarki, ular bilan birga o'tirganlar bu narsadan, xayriyatdan mahrum bo'lmaydi. Ma'qulmi? Ilm majlisi eng barakotli majlislardan. Barakot. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarni barakotli qildi. Makonlarni, vaqtlarni, o'rinlarni. Ana barakali vaqtga misol. Laylatul Qadr kechasi. Qadr kechasi barakali kecha. Laylatul Qadri xoyrun min alfi shahr. Boshqa oyatda inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin dedi. Albatta biz uni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Ramazon kechasi hammasi barakalik, endi uning ichida Qadr kechasi barakasi ziyodaroq bo'ladi. Chunki Qur'on nozil bo'lgan kecha barakali bo'lmay iloji yo'qda. Chunki Qur'onning o'zi tushganligi bu kechaning barakasi uchun kifoya qiladi. Zulhijja oyining 1-10 kuni. Bu ham muborak kunlar. Barakali vaqtlardan tong pallasi barakali birodarlar. Rizqni kelishi, baraka yo'llari ochiladigan vaqt tong paytda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizning Muhammad alayhisalomning ummatini tongi vaqtiga baraka tilaganlar. Aytganlarki, Allohumma barik li ummati fi bukuriha.
Yo'q birodarlar, bomdoddan keyin uxlash mumkin emas degan gap yo'q. Kun chiqqandan keyin uxlasangiz, o'sha baraka bomdod namozi bilan kun chiqishlik orasida bo'ladi. Kun chiqqandan keyin uxlavering. Bilasizlar, bomdodni masjidda o'qigan va o'sha uxlamagan kuningiz qandaydir 25 soatga o'xshab ko'rinadi. U chakkani ishini qilmaysan, yana vaqting qoladi. Demak, tong pallasi barakali birodarlar. Bomdod namozini o'qigandan keyin o'sha biz aytayotgan zikrlarni aytsangiz-chi, kun chiqib oladi. To'g'rimi? Bomdod namozi bilan kun chiqish orasidagi uyqu birodarlar, kunni eng zo'r vaqtini boy berishlik bo'ladi. Qadr kechasi barakalik, Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni barakalik, sahargi vaqt barakalik. Endi o'rinlardan barakaligi. Baytulloh, Ka'ba-i muazzama barakotlik. Yer yuzida birodarlar, bironta uy yaxshiligi ko'p, haloyiq uchun xayriyati davomiy bo'lgan Ka'bachalik bo'la olmaydi. Xayriyati ko'p, haloyiq uchun barakasi davomiy bo'lgan Ka'bachalik boshqa bir uy yo'q. Bu uyni barakotli ekanligini Alloh taoloning o'zi aytayapti. Astagfirullah. Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat bo'lgan Ka'ba. Demak, Ka'ba-i muazzama barakot. Barakaligini ko'ringki, Ibrohim alayhisolamning duosi tufayli hech qanday ekin o'smaydigan joyda dunyoning hamma meva-chevasi bor. Ka'ba-i muazzamada o'qilgan bir rakat namoz, nafil namoz. Boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat nafil namozga teng. Barakotli o'rinlardan Madina-i Munawvara. Madina-i Munawvara muborak birodarlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munawvaraga Robbisidan barakot tilab duo qilganlar. Allohumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkata min al baraka. Muttafaqun alayh. Parvardigor, Madinaga Makkaga bergan barakangdan 2 barobarini bergin. Muhammad alayhisolamning duolari ijobat birodarlar. Makkadagidan ko'ra 2 barobar ko'proq baraka berdi deb duo qilyaptilar Rasululloh. Allohumma barik lana fi madinatina va barik lana fi sa'ina va muddina. Ikkinchi duolari. Parvardigor, Madinamizga baraka ber. Bizga soyimizni va muddimizni barakali qilib ber. Ya'ni o'lchov birliklari. Masjidun Nabaviy barakali birodarlar. Unda o'qilgan 1 rakat nafil namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat nafil namozga teng. Masjidul Aqso va uning atrofini Alloh taolo barakotli qilib qo'ydi. Astagfirullah. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqso allazi barakna havlahu. Alloh bir kecha o'z bandasini unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zotdir. Masjidul Aqsoda o'qilgan 1 rakat namoz birodarlar, boshqa masjidlarda o'qilgan nafil namozlardan 500 rakatiga teng bo'ladi. Demak, Alloh taolo vaqtni barakotli qilgan ekan, Alloh taolo joyini barakotli qilgan ekan. Alloh azza va jalla ana shu salafus solihinlarni yaxshilikni va barakani asli bo'lgan Qur'oni Karimni o'rganishlikka hidoyat qildi. Hamma barakot Qur'onda. Hamma barakot sunnatda. Mana shu Qur'on bilan sunnatni o'qib o'rganib amal qilishlikka Alloh u salafus solihinlarni hidoyat qildi va natijada ular barakotga ega bo'lishdi. Usmon ibn Affon Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadya qildi. Jayshul Usrani jihozladi. Kambag'al bo'lib qoldimi shu bilan? Yo'q, Alloh taolo barakot berdi. Moli dunyosining hisob kitobi yo'q edi. Abdurrahmon ibn Avf Jayshul Usraga molini yarmini olib keldi. Payg'ambarimiz duo qildilar. Olib kelganingizga ham
qoldirib kelganingizga ham